Xohlasangiz orqaga e'tirozingizni bildirasiz aka. Keyin. E'tirozingizni bilasiz, ana qonuniy tartibdagi ko'rib chiqiladi aka. Bo'limi shumi 294 to'liq tushuntirdim degan ishonch hosil qildingizmi o'zingizga? Ishonch hosil qildim mana aka. Ona tilimga ular sizga aytmaydi-ku, chet el fuqarosi ekan. Men aytsam gapirsam bo'ladimi? O'zi gapir, men nima gap bergandan keyin gapirmay turing. Chet el fuqarosi emas. Yo'q. Men so'radim, yo'q dedingiz, nima qo'shilyapsiz? Men yo'q demas. So'rang akajon. Bunayda meni haq-huquqlarimni to'liq tushuntirib berolmadingiz. 294 bo'yicha chala tushuntirib bersiz men syomkamga. Buni to'liq tushuntirib berolmadingiz. Men endi hozir yozib berishim, o'zimning e'tirozimni yozib berishga haqlimanmi? Oching. Mana bu yerdan qo'l qo'ying. Qayerdan? Mana bu yerdan. Nima bu? 294 faqat mana adresingiz bo'yicha. Yo'q. Rekvizit bo'yicha to'ldirilgani bo'yicha. Nima bu? MCTga 294 tushuntirib bera olmadingiz desam, nimaga qo'l qo'yishimni talab qilyapsiz? Nima uchun talab qilyapsiz siz meni qo'l qo'yib berishimni? Kilometrda nima bo'lgan? Hammasi qani bilan radaring. Nima uchun siz tushuntirib bera olmagan desangiz talab qilasiz qo'ying. Tushuntirib berdim, siz istamayapsiz. Yo'q, siz menga to'liq tushuntirib bera olmayapsiz-ku. Men to'liq tushuntirib beraman. Siz yashash adresingiz xatomi? 294 bo'yicha yashash adresi xatomi? 294 bo'yicha haq-huquqlar. Nomeri xatomi? Haq-huquqlarimni tushuntirib bera olmayapsiz-ku. Tushuntirib beraman-ku aka, mana qarang. Yashash adresingiz, mashinaning nomeri, tug'ilgan yilingiz, mana aka. Hammasi yozilgan aka. 294 shu. 294 ana shu bo'ladi aka. Isbotlar, bo'lmasa dalillar. Qarang, agar siz shu narsaga ishonmasangiz, egasiz. Protokolni nimasini bir tomonni tushuntirdingizmi? Endi ikkinchi tomonni to'ldiring. 173-kilometrda ana falan yo'q edi. Men sizga man qilaman, ma'lum syomka qilishingizni men sizga aytolmay 2-3 marta. Siz shaxsiy telefoningizga olishingizni xohlamayapman men. Sizga mumkin emas shaxsiy telefonga olish. Men urib ketishga. Ha? Men sizni bir talab surib ketishga mumkinmi? Men oldim syomka shuni. Ha, olsangiz olavering, kim sizni Yashamaydigan. Men mashina sizga aytayman, xavfsiz nuqtaga olaman deyapman. Siz tashamang mashina ularga o'zingizni. Gap siz tashadingiz. O'sha uchun o'zimni himoya qilish uchun syomka qilib o'tiribman. Ha. Shu mumkinmi siz o'zingiz shaxsiy telefoningizga mumkinmi? Ko'p joyga aytgan, o'zlaringizni himoya qilish maqsadida shaxsiy telefonlaringizdan siz ko'pchilikni gapimdan ishlaysizmi, buyrug'ingizdan ishlaysizmi? Savolga siz jurnalist emas, men sizga javob bermayman. Nima uchun? Siz qaysi nimaga asosan xizmat qilasiz siz? Nimaga asosan xizmat qilasiz? Nima deysiz? Nimaga asosan siz xizmat qilasiz? Mana sizga vakolat berilgan-ku. Transport vositalarining harakat xavfsizligini ta'minlash, erkin va farovon harakatlanishiga, jamoat tartibini saqlashga xizmat qilaman. Xo'sh. Xizmat vazifam shunaqa. Nechinchi sonliq buyruq? Buyruq siz bilishingiz shart emas, buyruq sekretni. Sekretni yo'q, masalan, mazmunini bilishimiz. Masalan, sizga aytilganmi o'shani aytasiz? Siz jurnalist emas. Jurnalist bo'lish kerakmi? Siz buni o savolni berishga haqqingiz yo'qmi? Haqqim bu nimaga? Sizdan men masalan haq-huquqimni talab qilishga haqqim bormi? Siz buyruqni bilasizmi? Buyruq bilaman. Buyruqni bilasiz. Siz bilishingiz kerak, siz mendan so'raysizmi? Qaysi buyruqni bilasiz? Siz sekretni bu narsa. Qanday sekretni? Ha, mazmuni sekretni bo'lishingiz mumkin? Sekretni. Mumkin emas, maxfiy hisoblanadi. Ha. Siz bo'lmasa O'zbekiston militsiyasiga xizmat qilasizmi? O'zbekiston militsiyasigami? Shu siz urib ketish bosib ketmasligingiz uchun syomkani qo'shib turibman-da. Syomkani sertifikatlan pribor olingda, o'sha bilan syomka qiling. O'zingizni o'sha bilan himoyalang. Siz har narsani masalan haydovchilardan talab qilasiz-ku. O'zingizdan ham o'sha talabchan bo'ling o'zingizga ham. O'zingizga ham talabchan bo'ling, 294 yodlang. To'liq yodlang, to'liq tushuntirib bering haydovchilarga. Yo'q, masalan kimnidir to'xtatasiz-ku, baribir keladi-ku. Baribir yodlash kerak bo'ladi-ku, kimgadir tushuntirasizmi? Tushuntirib beramiz. O'sha uchun to'liq yodlang. To'liq. Men buyursunaman. Yo'q, buyursunmas. Gayga emas, yo'l patrul xizmati xodim. Mana keling. Keling mana. Imzo qo'ying marhamat. Mana marhamat yozing. E'tiroz yozing. Bo'ldi, yozamiz.